Biz ilgirki dersimiz deganimizdek Yajuj Majujlarni Alloh taolo halok bo'lgandan keyin Isa alayhissalom va musulmonlar tur teg'idan yenib tushadi. Ondan keyin qiyomatning yana bir alomati yuz beradi. U bo'lsa-mu dunyoning 3 tarafida yer yutish hodisi yuz beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda sizlar 10 ishni ko'may turib qiyomat qiyim bo'lmaydi deb bu hodisani ana shu 10 ishning biridan sanagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda xasfun bil mashriq va xasfun bil mag'rib va xasfun bil jaziratil arab. Sharqda, g'arbda va Arab yerim oralida yer yutish hodisi bo'lmay turib qiyomat qiyim bo'lmaydi degan. Ya'ni qiyomat yuz berishdan ilgari chuqur bu cho'ng hodisa yuz beradi. Albatta bu hodisada musulmonlarmi vafot tepishi mumkin. Ammo ular qilgan amaliga va niyatiga yarasha muomil qilinadi va hisob beriladi. Undan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda qiyomatning cho'ng alomatlaridan birisi deb xabar bergan. Shundaqla Qur'onda tilga ilingan dabba degan maxluq chiqadi. Dabba odam emas, u bir maxluq. Ba'zi sahobalar uning tukluk va beshi yo'g'on va pil o'xshash uzun xurtumi bor deb sifatlagan. Lekin uning aniq shakli va na'dan chiqadiganligi Allohning ilmida bir sir. Ammo bu cho'qim chiqadi. Qanday vaqtda chiqadi? Musulmonlar bilan kofirlarning farq qolmaganda. Ya'ni vaqtning o'tishiga ergishib, musulmon bilan kofirning farq qolmaganda, musulmonga o'xshash yolg'on aytadigan, musulmonga o'xshash harom yeydigan, musulmonga kofirga o'xshash boshqalarning haqqini yeb oladigan, ya'ni o'zini musulmon degan kishilar bilan kofirlarning hech qanday farq qolmagan vaqtda, munofiqlar bilan haqiqiy taqvoman degan kishilarning o'rtasida farq qolmagan vaqtida bu maxluq chiqib, ularning haqiqiy mu'min emas ekanligini ular tushunadigan tilda ularga aytadi. Alloh taolo bu hodisani Qur'on Karimda bayon qilib bunday deydi. Va idza waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Qiyomat yaqinlashgan vaqtida biz zamindan bir dabbani chiqaramiz, ya'ni bir maxluqni chiqaramiz. O maxluq kishilarning Allohning oyatlariga ishonmaganligini aytadi deydi. Ya'ni kishilar biz Allohga ishonamiz, biz degan musulmon, biz degan mu'min deb turib Allohga ishongandek ish qilmaganda, Allohga ibodat qilmaganda, haqiqiy mu'mindek yashamagan vaqtida bu maxluq chiqib, sizlar haqiqiy Allohga ishonmadinglar, sizlar mu'min emas deydi. Shundaqla nayt oz bir qism musulmonlar bilan kofirlarning o'tirisini ayiradi. Qanday ayiradi? Kofirlarga kofir degan belgini qo'yib chiqadi. Musulmonlarga musulmon degan belgini qo'yib chiqadi. Bu maxluq insoniyatga ziyon yetkazmaydi. Faqat musulmonlar bilan kofirning o'tirisini ayirib, har biriga, ya'ni kofirga kofir, musulmonga musulmon degan tamg'ini qo'yib chiqadi. Shuning bilan kim kofir, kim musulmon, kim munofiq, kim taqvo aniq ayriladi. Undan keyin qiyomatning yana bir alomati yuz beradi. U bo'lsa-mu har kuni mashriqdan chiqayotgan quyosh mag'ribdan chiqadi. Bu vaqtda ko'p sonli kishilar qiyomatning yaqinlashganligini his qilishadi-da, hammasi Allohga tavba qilib iymon etishadi. Lekin bu vaqtda aytgan iymon manfaat bermaydi, qabul qilinmaydi, hech qanday foydasi bo'lmaydi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda yawma ya'ti ba'du ayati robbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Bizning ba'zi oyatlarimiz kelgan vaqtida, ya'ni quyosh mag'ribdan chiqqan vaqtida ilgari iymon etmaganlarning aytgan iymonlari, ilgari yaxshi qilmaganlarning qilgan yaxshilari foydasiz bo'ladi, hech qanday ahamiyati bo'lmaydi deydi. Chunki quyosh mag'ribdan chiqqan vaqtida tavbaning eshiklari taqalgan bo'ladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisida "Thalathun idha kharajna lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu." 3 ish bo'lgan vaqtida ilgari iymon etmagan odamning aytib olgan iymoni qabul qilinmaydi, foydasiz bo'ladi, ahamiyati bo'lmaydi deydi. U 3 ishning birisi quyosh mag'ribdan chiqqan vaqtida. Ikkinchisi Dajjal chiqqanda. Ya'ni Dajjal chiqib, Isa alayhissalom tushib, uning urush ochgan vaqtida hamma ishlar oydin bo'ladi. Bu vaqtda aytib olgan iymonni hisob bo'lmaydi. Uchinchisi dabba chiqqan vaqtida. Biz yuqorida bayon qilingan dabba chiqqandan keyin kishilar uning qiyomatning alomati ekanligini aniq biladi. Shu vaqtda aytib olgan iymonni qabul qilinmaydi. Chunki bu alomatlar qiyomatning boshlanishi. Buni ko'rgan vaqtda hamma odam iymon aytadi. Lekin bu iymon xuddi Fir'avn suvda g'arq bo'lganda aytib olgan iymonga o'xshash qabul qilinmaydi. Ondan keyin qiyomatning alomatlarining eng oxirisi bo'lgan bir o't chiqadi. Ya'ni sharq tarafdan bir o't chiqib, kishilarning insoniyatning hammasini g'arb tarafga qo'g'laydi. Hadisda bu o'tning Yamanning Hazirmautdan chiqib Sham tarafga qo'g'laydiganligi bayon qilinadi. Bu o't kishilarni 3 turli qo'g'laydi. Birinchisi, nayt xushal va qo'rqinchlanmag'idi. Ular bo'lsa mu'minlar. Ya'ni Allohga bo'lgan iymoni bo'lganlik uchun bir tarafdan xushal bo'lsa, yana bir tarafdan ba'zi gunohlarni qilib salganlik uchun Allohdan qo'rqib mang'idi. Bular ba'zi uloqda, ba'zi piyoda mang'idi. Ikkinchi turkumdagilar 2 dan, 3 dan, 4 dan bir uloqqa mingan holda mang'idi. Uchinchi turkumdagilar o't ularning keynidan qo'g'labli mang'idi. Herib holdan ketib uxlab qolsa, o't ularning beshida saqlab turdi. Uyg'ongandan keyin yana qo'g'laydi. Mush peti qiyomat bo'ldigan maydonga
ularning hammasini to'playdi. Alloh xohlagan yerga kishilarning hammasini to'plab bo'lgandan keyin Alloh taolo noit bir mayyin shamol avatadi. Bu shamol qalbida zarrachilik iymon bor kishilarning hammasining jinnini oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda innalloha yab'athu rihan min al-yaman alyanu min al-harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala habatin min iman illa qabadathu. Alloh taolo Yaman tarafdan noit mayyin bir shamol avatadi. O yipekdan yumshoq. O shamol qalbida zarrachilik iymon bor kishilarning hammasining jinnini oladi deydi. Bu shamol qalbida misqal zarrachilik iymon bor bütün kishilarning jinnini ep bo'lgandan keyin yer yuzida musulmon qolmaydi. Ya'ni qoldig'ini faqat kofir, mushrik, munofiq, murtadlar bo'ladi. Qiyomat mana shu kofirlarning ustiga bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda la taqumus sa'a illa ala shararin nas. Qiyomat faqat yomon kishilarning, ya'ni kofirlarning ustiga turadi deydi. Ya'ni qiyomat bo'lgan vaqtida, qiyomatning dahshati bo'lgan vaqtida uni faqat kofirlar ko'radi. Mu'minlar bo'lsa, ilgari avatilgan shamol bilan ularning jini ilinadi. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la taqumus sa'a hatta la tuqala fil ardi Allah Allah. Qiyomat zaminda Allah Allah deydigan bir odam qolmagan vaqtida undan kim bo'ladi deydi. Ya'ni qiyomat bo'lishidan ilgari Alloh taolo Allah Allah deydigan odamlarning hammasini jinnini ep bo'ladi. Ammo qiyomat shu darajada tuyuqsiz ushtum tut bo'ladiki, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomat bo'lishidan ilgari oldingi oz vaqtni sifatlab undaq deydi. Taqumus sa'a var rajul yaqlubul lahha. Qiyomat bir odam sut sig'ib, o sutni ichib bo'g'icha, ikki odam savdo qilib, savdosini bitirib bo'g'icha, bir suvoqchi tomni suvab beshini ko'tarib bo'g'icha qiyomat bo'lib bo'ladi deydi. Ya'ni qiyomat bo'lishidan ilgari kishilar ana shunday bexud va g'ofil qoladi. Undaqda qiyomatning tunji qadami, tunji signali nima bilan boshlanadi? Albatta Isrofil alayhisalomning sur chalishi bilan boshlanadi. Undaqda Isrofil alayhisalom surni qandoq chaladi? Bu vaqtda kofirlarning ahvoli qandoq bo'ladi? Sur chalingandan keyin nima ishlar yuz beradi? Qiyomatning dahshati qandoq bo'ladi? Bu haqda tafsilotlar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.